Xo'p, azizlar, me'da-xo'r gijjalar haqida bo'linadigan xatolar haqida gaplashamiz. Xato qanaqa bo'ladi? Onalarning yoki ota-onalarning deb gapiray, chunki bizda O'rta Osiyo mamlakatlarida onalar ko'proq bansaga olib borasini tekshirtirmasdan, qo'shnisi aytgan yoki do'sti birodari aytgan licheniyani qo'llashni boshlaydi. Azizlar, bugungi videoni oxirigacha ko'rsangiz, me'da-xo'r gijjalarni nima va qanday davolash haqida gaplashib o'tamiz. Qani unda biz boshladik. Barchangizga salom alaykum. Siz YouTube olamida Doktor M kanalidan tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarni iftorkelar Muhammad Erkinjonovich. Xo'p, azizlar, me'da-xo'r gijjalarni davolashda quyidagi 5 ta xatoni qilmang. Birinchisi, o'z boshimchalik qilib bolangizga dori ichirmang. Ikkinchisi, bolani me'da-xo'r gijjasini tekshirib olmasdan lecheniya qilmang. Uchinchisi, bolani me'da-xo'r gijja tekshirib turganda unga jigar va jigar moddalarini ko'rsating va gemoglobining miqdorini ko'ring. To'rtinchisi, doimiy shifokor bilan maslahat qiling. Beshinchisi, har qanaqa preparatni tekshirishdan oldin instruksiyasini o'qishni, chunki dorini bir joyga yaxshi ta'siri bo'lsa, bir joyga nojo'ya ta'siri bor. Me'da-xo'r gijjalarni tekshirish qanday bo'ladi? Axloqidan va qonidan analiz qilinadi. Shunga qarab me'da-xo'r gijjalar tekshiriladi. Yer yuzida salkam 270 xildan ortiq me'da-xo'r gijjalar uchraydi. Bizni O'rta Osiyoda, ya'ni O'zbekistonda 4 xilini ko'proq uchratadi. Birinchisi Lamblya, Ascarida, Astrixia va Cordyceps degan shunaqa me'da-xo'r gijjalar mavjud. Ushbu me'da-xo'r gijjalar bor bolalarning shikoyati qanday bo'ladi? Tunda tishini g'ichirlatish, orqa proxodini hadeb qashlash yoki axlatida qurt yoki shuga o'xshagan oq mayda tuxumchalar yoki bo'lmasam ishtaha yo'qligi, doimiy injiqligi, doimiy immunitetni past bo'lishi sababi me'da-xo'r gijjalar kerakli vitaminlar yeb qo'yishning oqibatida organizm vitaminga tanqislanish hisobidan immunitet past bo'lishi mumkin. Bundan tashqari maktabda o'zlashtirishi, tunda siyib qo'yishi, har ba'zi hollarda tunda siyib qo'yishi ham me'da-xo'r gijjalarga bog'liq bo'lishi mumkin. Oshqozon yoki kindik atrofidagi og'riqlar va bolani shiraga o'ch bo'lishi. Bundan tashqari, quyi holatlarda bolani tekshirmasdan lecheniya qilish oqibatida oshqozon ichak hazm sistemasini buzib qo'yish, jigarga nagruzka berib olish yoki dorini nojo'ya ta'siri allergik holatlar bo'lib, hattoki xudo ko'rsatmasin, shoshilinch tez tibbiy yordamlarga tushib qolish ehtimoli yo'q emas. Shuning uchun eng avvalo qilinadigan ishlar bu analiz. Albatta, analizsiz ish ko'rmang va uy sharoitida qanday lecheniyalar qilish haqida hozir men sizga gapirib beraman. Uy sharoitida boraga chesnok, qalampir mo'nchoq, qovoq urug'i, sedana va shu kabi moddalarni me'da-xo'r gijjalarga iste'mol qilish mumkin. Faqat buni dozasini tabib yoki vrach bilan maslahat qilgan holda. Me'da-xo'r gijjalarga qarshi kurashuvchi vositalarga keladigan bo'lsak, buni individual har bir me'da turiga qarab olish kerak. Misol uchun Cordyceps, Lamblya, Ascarida, Astrixia yoki boshqa turli me'da-xo'r gijjalarni aniqlagan holda keyin lecheniya qiling. Aytgancha, ushbu videoni manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosing va bizning kanalga obuna bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Biz xuddi shunday kontentlarni olishda davom etamiz. Bizning Umar Med klinikasida hozirda me'dani giyohlar va tabiiy tushirish usullaridan foydalangan holda bolalarni me'da-xo'r gijjalardan xalos qilmoqdamiz. Hayron bo'ling.